Sharqiy Turkiston qo'lyozmalari. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Sharqiy Turkiston qo'lyozmalari Sharqiy Turkiston xalqining necha ming yillik madaniyat tarixining qimmatli javharlaridir. Sajiya Islom tadqiqot markazi Sharqiy Turkiston qo'lyozmalarining va nadir asarlarining asl va surat nusxalarini qizish, sotib olish, o'zaro almashtirish va hadiya elish asosida yig'ish, saqlash, ratlash, qo'g'dash, ega chiqish, saqlanayotgan o'rnini tepish, tizimlab arxivlashtirish, ma'lumot berish, tadqiq qilish va tahqiq qilish, nashrga tayyorlash, shundaqla abo ajdodlarimizning ilm va ma'rifat sohasida insoniyat taraqqiyoti va yukselishiga asrlar bo'yi qo'shgan tuhfalarning izlarini yo'riqlikqa chiqarish mas'uliyatini his qilgan holda bu sahifada Sharqiy Turkiston qo'lyozmalarini nashr qilib mangdi va dunyodagi qo'lyozma bibliografiyasi, katalog va fehristlarga kirgizishni, shundaqla tadqiq va tahqiqlanayotgan qo'lyozmalar haqida tizimli turg'izib, tadqiqotchilarni buningdan vaqiflantirishni ko'zlaydi. Sharqiy Turkiston xalqining tuzilish, birlashish, quritilishining va madaniyatining asosiy tarkibi bo'lmish Sharqiy Turkiston qo'lyozma asarlari asosliqi tuvandagidek ikki turda deyishga bo'ladi. Naqliy va shar'iy ilmlar, Qur'on ilmlari, tafsir ilmlari, qiroat ilmi, hadis ilmlari, aqida, kalom, falsafa, fiqh va usulul fiqh, arab tili, miqot ilmi, ijtimoiy va tabiiy ilmlar, siyar, tarix, tasavvuf, siyosat, til adabiyot, mantiq, axloq, jamiyatshunoslik, rassomlik, hunar san'at, muzika, xattotlik va insonshunoslik ilmlari, astronomiya, tibobat, dorigarlik, injenerlik, geometriya, jug'rofiya, pedagogika, hisob, algebra, qurilish binokorlik, shaharchilik va boshqa turli ilmlar. Tabiiyki, har qanday tirishchanlik va plan hamkorlashish natijasida texmi go'zal ro'yobga chiqadigan bo'lg'achqa, vatanimizga va millatimizning asrlar bo'yi o'tgan o'lima sarxillariga oid qo'lyozma va madaniy merosning g'amini yeydigan har bir Sharqiy Turkistonlikning bir niyat va bir maqsadda bu vaqtda biz bilan hamkorlashishi umid qilindi va kutiladi. Buning uchun Sajiya Islom tadqiqot markazimi Sharqiy Turkiston qo'lyozmalarini tadqiq va tahqiqlaydigan o'quvchilar, tadqiqotchi akademiklar va tadqiqot markazlarini qo'lyozmaning to'liq nusxasi, shundaqla imkoniyat yor bersa, tadqiq, tahqiq va nashr qilinishga ketarlik moddiy chiqimlar bilan ta'minlash orqali ularning ilmiy xizmatga hassa qo'shishini qulaylashtirishni arzu ham umid qiladi. Bu faqat qo'lyozmalarni yo'riqlikqa chiqarish tirishchanligi bo'lib qolmay, o'z navbatida Sharqiy Turkistonlik tadqiqotchilarni amaliy tarbiyalash, chiniqtirish, mahoratini o'stirish va yetildirish bo'lg'usi. Alloh taolo go'zal tilaklarimizga yetkazgay. Bu xizmatga turtki bo'lgan va kuch qatgan, qatadigan barliq qarindoshlarga katta ajr ato qilgay. Amin. Doktor Abdul Aziz Rahmatullah, Sajiya Islom tadqiqot markazi.